Bu videoni o'zim qilmasam, boshqa hech kim qilmas ekan. Baraka topinglar bolalar. Nima qilsin, bolalar ishlaydi endi. Menga kerak, men qilaman. Hop, bugungi masalamiz yana o'sha vermikulit, boshqa endi nima ham gapirardim. To'g'rimi? Nima ham gapirardim. Vermikulit bo'lgandan keyin vermikulit gapiraman-da. Bular endi import, bularni bir alohida yana bir to'xtalamiz. Buni o'zini yigitimiz bor, ularni obzor qilish kerak. Kitobida xudo xolasa kutib qolamiz, u ham qilib qolar. Vermikulit masalasida videomiz sal uzoqroq bo'lishi mumkin, shunga rozi bo'lasizlar. Vermikulitimiz to'g'risida yana boshidan yana eslatib o'taman. O'n safar yaxshi ovozim eshitilmagan ekan, shovqin bo'lgan ekan. Buni bu yoqqa kamera, mikrofonni oldik. Bir maqtanish yo'llari. Xo'p, endi aytmoqchi bo'lganim, vermikulitni ikki xil yo'li bor pishiradigan hozirgi paytda. Ya'ni bittasi gazda, mana shu Toshkent viloyati Piskent tumanida bizda gazda pishadi. U degani gaz to'liq yonib chiqib ketadi, hamda hech qanaqa qoldiq qolmaydi vermikulitda. O'shaning uchun ham xudo xolasa biz o'zimiz ham ko'nglimiz to'q, shundan hammasidan ko'nglimiz joyida. Hamda mana bunaqa ranglari tilla rang bo'lib chiqadi. Juda ham ko'zga bir xillikda bir estetik holatiga olib keladi. Ya'niki yomon holatda emas, ko'rinishlari juda chiroyli. Hamda ikkinchi yo'nalishi bu moy qoldiqlari atrobotikada. Bu atrobotikani yomon demayman, lekin buni yaxshi bir holatda bir zo'r yondirib shuni yo'q qilib yuborish kerak. Ya'ni to'liq yonib ketish kerak. O'shandagina uni ham yomon demayman, yaxshi bo'lsa kerak. Lekin qoldiq qolish ehtimoli baland. Hamda meni moy, ya'niki o'simlikka bu agar qoldiq qolib ketsa, salbiy ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Endi bizda hozirgi shu paytida buni ham ishlab chiqaryapmiz. Ya'ni bu yerda Toshkentda bunaqa gazda pishirish hamda karyerda, Qoraqalpog'istonning o'zimizda karyerda moy qoldiqlarida atrobotkada pishirish ham yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolasa u yoqqa ham bir borganda nasib qilsa bir videoga olib beraman. Yomon emas, xuddi shu holatda keladi ham. Xuddi shu. Hech qanaqa hidlari yo'q. Namunalarni ko'rdim. Bolalar yuborishdi, hammasi joyida. Faqat shu ichki holatini biz bila olmaymiz. Xo'p, keyingi masala vermikulitni ikki xil yo'nalishda asosan ishlatishadi. Bu qishloq xo'jaligi bu narsalar ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun ham ikki bo'lib oldim. Qishloq xo'jaligi ishlatishadi. Qishloq xo'jaligida buni teplitsa, ya'ni issiqxona xo'jaliklari, o'sha urug' chiqaradiganlar, urug'idan ko'chat chiqaradiganlar o'shalar ishlatadi asosan. Bular juda ham yaxshi bilishadi bu narsani. Agronomlar juda yaxshi biladi. Maqsadi shu ustini ko'mishadi, bir xil shu tuproqlariga ham to'flariga aralashtirib qilishadi. Ana o'shalarga ishlatishadi. Endi maqsad ishlatishdan shu namlikni ushlab turish, ya'ni yaxshi muhit hosil qilish hamda bularda xatolaydigan narsa bor.